Yo'l qoidasi umr foydasi deb bejiz aytilmaydi. Belgilangan tartibga rioya etarkansiz turli xavf-xatarlardan xoli bo'lasiz. Hozir taqdim etiladigan lavha yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan berkingan, lekin qonundan qochib qutula olmagan harakat ishtirokchilari haqida bo'ladi. Barchamizga ma'lumki, avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalarini buzilishi va haydovchilarning e'tiborsizligi natijasida avtotransport vositalariga texnik shikast yetkazuvchi to'qnashuvlar kuzatiladi. Bunday holatlarda ushbu hodisalar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, yetkazilgan zarar huquqbuzarlar tomonidan qoplab beriladi. Ana shunday holatlarni oldini olish, keng ommaga qonun ustuvor ekanligini eslatish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudi bilan hamkorlikda sud majlisi o'tkazildi. Sud davomida transport vositalariga texnik shikast yetkazib, voqea joyidan qochib ketgan haydovchilarning ishlari ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudi sudyasi tomonidan huquqbuzarlarga qilgan qoidabuzarliklarining oqibatlari, keltirilgan zararlari to'g'risida atroflicha tushuntirildi. Jabrlanuvchilarning fikrlari tinglandi. Achinarlisi, ushbu huquqbuzarlarning orasida bu harakatlarni avval ham sodir etgan, o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan, belgilangan jarimalarni ham to'lamasdan qochib yurgan haydovchilarning ishi ham ko'rib chiqildi va qaror qabul qilindi. Sud qayd qilingan holatlarga tegishli huquqiy baho berib qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 133-moddasi va 137-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topilsa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 34-moddasiga asosan uzr kesor, demak 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Qolgan 2 nafar haydovchilarga bunday qoidabuzarliklarni birinchi marta sodir etayotganligi sababli bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobarida jarima jazolari qo'llanildi.